Men aniq bilaman, shu videodan keyin siz bu savolga umuman xato qilmaysiz. Demak, qaysi rasmda haydovchi belgi talablarini buzmay to'xtat deyapti. 205 to'xtamasdan harakatlanish taqiqlangan belgisi va oldida 1.12 chizig'i chizilgan. 1.12 chizig'i chizilgan paytda ushbu belgi ta'sirida albatta 1.12 chizig'i oldida to'xtaysiz. Bunisida esa 205 to'xtamasdan harakatlanish taqiqlangan belgisi va oldida hech qanaqa chizig'imiz yo'q. Bu holatda yo'l harakati qoidalarining birinchi ilovasiga binoan siz qatnov qismi kesishmasi chegarasigacha kelishiga ruxsat etiladi sizga. Aynan belgidan o'tib to'xtashingizga ham ruxsat beriladi. Aynan ikkinchi o'xshash savolimizda esa svetoforning qizil ishorasi bor. Qizil ishorasida ikkinchi suratimizda esa 533 yo'l belgisi bor. 533 yo'l belgisi oldida haydovchi to'xtashi talab etiladi. Belgidan o'tib to'xtashiga ruxsat berilmaydi.